Ya Rasululloh, menga pul kerak. Nabiy sallallohu alayhi vasallam undan so'radilar. Biror ish qilasanmi? Yo'q, Payg'ambarimiz yana so'radilar. Uyingda biror narsa bormi? bitta kiyimim bor. Uning ham bir qismini ustimizga kiyamiz, bir qismini tagimizga solib o'tiramiz. Yana suv ichadigan bir idishim bor. Nabiy sallallohu alayhi vasallam unga uyiga borib, o'sha kiyim va idishini olib kelishni buyurdilar. Nima qilyapsiz? Rasululloh menga kiyim va idishni huzurlariga olib borishimni buyurdilar. Rasulullohning so'zlari boshimiz ustiga. Nabiy sallallohu alayhi vasallam kiyim va idishni olib, atroflarda turgan sahobalarga shunday dedilar: "Mana bu kiyim va idishni kim sotib oladi?" Men shu ikkisini bir dirhamga sotib olaman, yo Rasululloh. Nabiy sallallohu alayhi vasallam kim bir dirhamdan ziyoda qiladi dedilar. Men bularni 2 dirhamga sotib olaman. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam rozi bo'ldilar. 2 dirhamni olib faqir kishiga berdilar. Bu 2 dirhamni nima qilay, ey Allohning rasuli? Nabiy sallallohu alayhi vasallam 1 dirhamga ayoli va bolalari uchun yegulik sotib olishni buyurdilar. Qolgan 1 dirhamga esa tesha sotib olishni tayinladilar. Men u teshani nima qilaman, yo Rasululloh? Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam borib o'tin yig'ib kel. Keyin bozorda sot. Har kuni shunday qilgin. 15 kundan keyin oldimga kel dedilar. On 15 kundan keyin haligi kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzurlariga keldi. Rasululloh undan o'tgan 15 kun ichida nima ish qilding deb so'radilar. Borib o'tin yig'ib keldim. Keyin bozorda sotdim. Shunday qilib 10 dirham ishladim. Nabiy sallallohu alayhi vasallam unga shunday dedilar: Odamlardan so'rab talanchilik qilganingdan ko'ra shu ishing yaxshiroq.